Aziz do'stlar, remontga Euro diska kelgan Jiguliniki 5,5 eni juda yaxshi, juda chiroyli diskalar. Avvaliga tushgan ekan, shuning uchun olib kelishdi. Remont qilib bering deb. Bu remontimizning xizmati 50 mingdan 150 minggacha bo'ladi, vaziyatiga qarab. Shu diskaning remontini men hozir 100 mingga tayyor qildim. Endi tanish ekan. Tanish bilishchilik borda baribir. Xo'p. Kimda shunaqa diskalar bo'lsa, tashlashga shoshilmanglar. Bularni normalniy qilib remont qilsa bo'ladi. Remont qilingandan keyingi rezultatini обязательно qo'yaman. Aziz do'stlar, podpiska bosishni unutmanglar. Ko'pchilik bez podpiska ko'rar ekan. Yangi videolar chiqqanda обязательно birinchi bo'lib xabardor bo'lasizlar. Va qo'llab-quvvatlashni unutmaysizlar degan umiddaman. Hammaga sog'lik, boylik, kuzatishda davom etamiz. Ozgina ish jarayonini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Sentropkamizni ko'p tortib tashlamaslik uchun обязательно mana bu yoqdan shunaqa narsatga bilan qo'yib olib, bu yoqdan bu damkritdan qo'yib, o'zlaring ko'rib turasizlar mana. Shoshilmasdan diskani zavodga standartiga qaytaramiz. Ana endi ikkinchi tomonni ko'taramiz. Asta-asta shoshilmasdan. Ana endi aylantirib ko'ramiz. Mana e'tibor berayotgan bo'lsalaring, mana shu joyi ozgina tashashi bor, lekin уже почти более-менее holatga chiqdi. Endi nasib bo'lsa yana mana bu chekkalarni ko'tarib, suyagini yana ko'taramiz hozir. Damkratni mana bu yoqdan qo'ydik, chunki suyagini ko'tarishimiz kerak. Bu ishda aslannoy suyagini 70-80% ga chiqarib oldik, chunki bizda mana sentropkasi ketgan. Bar to'shni chiqarib bo'lmaydi. Hozircha ikkinchi qiyshig'ini tortgandan keyin, xudo xolasa, sentropkasini to'g'rilab, keyin chekkalarini 90-100% ga prosentga, xudo xolasa, harakat qilamiz chiqishini. Ichkarisida uncha qiysha joyi yo'q, melchopkasi bor. Keyin ikkinchi stanokka qo'yib girdini o'tkazib yuboramiz. Shunga ham qo'yib o'tkazsak bo'ladi, prosta. Mana buni yechishimiz kerak. Ondan ko'ra 4 ta bolt yechib, unga xotirganimiz ming marta ma'qul bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Aziz do'stlar, bunaqa video qilishda o'ziga yarasha mehnati bor ekan. Chunki mana damkritlarni ushlab turish kerak. Men ham bitta qo'lda video, ham bitta qo'lda damkritni ishlash sal neudobno ekan. Xudo xolasa sizlar podдержка qilib tursalaring, nasib bo'lsa yana shunday bo'lsa ham harakat qilib chiroyli video qo'yib borishga harakat qilaman. Aziz do'stlar, hozir endi buni pastidan qo'yib bu yoqni tortamiz. Pastidan qo'yib oldik. Gradusini sal noto'g'ri ekan, hozir to'g'rilab olamiz. Gradusni to'g'rilab oldik. Gidrodamkratda nimasi zo'r. Hoppa. Sal narog'ini tortamiz. Ajoyib. Endi ozgina lab tomonlarini tortamiz. Diskaga o'xshab turish uchun.
Qarshi tomondan diskamizni geometriyasi ham o'ziga kelib qolyapti. Endi sentropkasini to'g'rilashimiz kerak. Diskani remonti bo'ldi. Mana bu katta qiyshaygan joyi, bu mayda qiyshaygan joyi. Aylanishga tayyorlaymiz. Diskamizga 1 soat, 2 soatga yaqin ishlov berildi. Bu diskani remontini xizmat narxi 100 ming so'm bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol olib kelaverasizlar. Yanada kelishilgan narxda to'g'rilab beraman. Hammalaringga sog'lik, salomatlik. Ko'rganda ko'rishguncha.